Assalomu alaykum. Unit 114 ga kelib to'xtagandik, ya'ni 114-bobga. 114-bobimizni mavzusi in case deb nomlanadi. In case. In case nima degani? In case bu ham ko'p ishlatiladigan mavzulardan, bo'lmam o'sha internetga mos bo'lgan, xos bo'lgan mavzulardan hisoblanadi. Xo'p, in case'ni o'zbek tiliga tarjima qilganimizda mabodoga tushadi ko'proq. Mabodo. Mabodo deganimizga tushadi. Hozir yozamiz. In case. Mabodo. Mabodo sa deb desak ham bo'ladi. Mabodoga tushadi ko'proq. Ya'ni if ga o'xshashib ketadi, lekin if bilan bir xil emas. O'shanga e'tibor qilasizlar, if ga o'xshashib ketadi, lekin if bilan bir xil emas. O'shaning uchun tarjima qilinganda ko'proq o'sha mabodo sa deb degan ma'noda tarjima qilishimiz mumkin. Misol uchun, mana part A da aytayapki, it says, study this example situation. Bu vaziyatni o'qib o'rganing. Your car should have a spare wheel in case you have a puncture. Xo'p, demak, sizni mashinangizda spare wheel degani bu zapaska balon deydi-ku, qo'shimcha balon. Qo'shimcha balon yoki ortiqcha balon. Mana bu o'sha ko'proq o'sha mashina minishni biladiganlar, ya'ni o'g'il bola, erkaklar yaxshi tushunadi. Doim o'sha mashinada zapaska balon bo'ladi, qo'shimcha balon. O'sha bo'lishi kerak. O'shancha aytayaptiki, your car should have a spare wheel. Spare wheel degani o'sha qo'shimcha balon degani. Qo'shimcha balon bo'lishi kerak. In case you have a puncture. Puncture degani bu balon teshilishi degani. Balon teshilishiga puncture deydi, puncture. Bu puncture degani britanskiy variant, BR varianti, British Englishda aytishadi ko'proq, britanskiy nimada. Amerikada buni flat tire deyishadi. Flat tire, ya'ni tekis degan deydi. Tekis balon degan deydi. Flat tire deyishadi. Flat tire deyishadi Amerikada. Britaniyada demak puncture deydi. Xolos, demak, mabodo baloningiz teshilib qolsa degani. Yana qaytaraman. Your car should have a spare wheel in case you have a puncture. Demak, sizning mashinangizda zapaska balon bo'lishi kerak. Mabodo baloningiz teshilib qolsa degani. Tushundingmi? Mabodo baloningiz teshilib qolsa deb desa ham bo'ladi. Mana because it's possible you will have a puncture. Chunki demak sizda o'sha, ya'ni siz baloningiz teshilib qolishligi ehtimoli bor deyapti. Baloningiz teshilib qolishligi mumkin deyapti. O'sha sababidan degani bu. In case something happens degani deyapman. Biror nima sodir bo'lganda degani bu. Biror nima sodir bo'lishi degani, ya'ni in case oldin ishlatilsa, bu mabodo degan ma'noda ishlatiladi. In case something happens. Mabodo biror narsa sodir bo'lib qolsa. Mabodo. Because it's possible it will happen. Demak, chunki o'sha narsa sodir bo'lishining ehtimoli bor deganidan, bor bo'lganligi uchun, bor bo'lganligi sababidan deb aytayapti. Xo'p, some more examples of in case. In case ba'zi bir boshqa bir misollari. I would better write down my password in case I forget it. Ya'ni yaxshisi o'sha parolimni yozib olganim yaxshi deyapman. Yaxshisi parolimni yozib ola qolay. Hop, parolimni, o'sha kodimni yozib olganim yaxshi. In case I forget it. Mabodo uni unutib qo'ysam degan. Mabodo uni unutib qo'ysam, esimdan chiqarib qo'ysam, yodimdan chiqarib qo'ysam degan. Mana because it's possible I forget it. I will forget it. Ya'ni chunki uni esimdan chiqib qo'yishim ehtimoli bor-da, chunki deyapti. Chunki uni esimdan chiqarib qo'yishligimni, yodimdan ko'tarilishini ehtimoli bor. O'shaning uchun deyapti, ya'ni in case. Hop, shall I draw a map for you in case you have a problem finding our house? Aytayaptiki, sizga xarita chizib beraymi deyapman. Sizga xarita chizib beraymi? Mabodo uyimizni topishlikda qiyinchilikka duch kelsangiz deyapti. Ya'ni mabodo uyimizni topishlikda qiynalib qolsangiz deyapti. Mabodo uyimizni topishlikda qiynalib qolsangiz deb sizga birorta xarita chizib beraymi deyapti. Hop, mana o'shaning uchun tayda ham o'sha narsani aytayapti. Hop, I'll remind them about the meeting in case they've forgotten. Demak, men ularga meeting, uchrashuv, majlis haqida eslatib qo'yaman, eslatib yuboraman. Mabodo ular unutib qo'yishgan bo'lsa deyapti. Mabodo ular unutib qo'yishgan bo'lsa deb deyapti. Hop, mana because it's possible they have forgotten. Chunki ularni unutib qo'yganligini ehtimoli bor bo'lishi mumkin deyapti. Hop. Keyingisi mana we use just in case for a smaller possibility. Ya'ni biz o'sha kichikroq bo'lgan, katta bo'lmagan ehtimol uchun just in case degan iborani ishlatamiz deyapti. Just in case iborasi o'zbek tiliga tarjima qilganda har ehtimolga qarshi deb tarjima qilinadi. Har ehtimolga qarshi. Har ehtimolga qarshi. Har ehtimolga qarshi degani. Xo'sh, har ehtimolga qarshi. Just in case. Hop. For example, mana I don't think it will rain, but I'll take an umbrella just in case. Hop. Yomg'ir yog'adi deb o'ylamayman yoki menimcha yomg'ir yog'maydi degan.
Lekin, ammo biroq, hop, har ehtimolga qarshi zontik olib olaman deyapti. Tushunarlimi? Har ehtimolga qarshi zontik olib olaman deyapti. We don't use will after in case. O'sha doim nimalarda o'tganmiz, oldingi mavzularda ham o'sha e'tiborli bo'lasizlar. Ya'ni in case dan keyin future simple ishlatilmaydi. Future simple'da yordamchi fe'llari qo'llanilmaydi. We don't use will after in case deyapti mana. Siz ishlasizda nima ishlatasiz? Present simple ishlatasiz yoki bo'lmasa present perfect ishlatasiz. O'shanga e'tiborli bo'lasizlar. In case I will bo'lib ishlatilmaydi. In case misol uchun I do something bo'ladi. Ya'ni yoki bo'lmasa I have done something deb ishlatasiz. Perfect yoki simple ishlatasiz. I'll write down my password in case I forget it. Mana in case I will forget deb ishlatilmaydi. Hop, keyingisi part B, in case and if are not the same. Ko'ryapsizlar mana in case bilan if ikkalasi bir xil narsa emas, bitta narsa emas. Ayni narsa emas bular. We use in case to say why somebody does something. Ya'ni biz in case deyapti. Nima uchun o'sha odam, nima uchun birorta kishi o'sha ishni qilishligini aytishligi uchun aytamiz. Nima uchun, nima sababdan qilayotganligini. Nima sababdan, ya'ni nima uchun kerak bo'lyapti o'sha narsa. O'sha uchun aytamiz. Shuning uchun o'zbek tiliga tarjima qilganimizda mabodo bo'lsa deb degan ma'noda ishlatiladi. But lekin you do something now in case something happens later. Ya'ni aytayaptiki, siz o'sha narsani, ya'ni biror nimani hozir qilasiz, bajarasiz. Nima deb? O'sha narsa keyinchalik sodir bo'lib qolsa deb deyapti mana. O'sha narsa mabodo kechroq yoki bo'lmasa keyinroq keyinchalik sodir bo'lib qolsa deb turib, o'sha ishni hozir qilasiz deyapti. Ya'ni xullas taraddud ko'rish ma'nosida, bu taraddud ko'rish. If'li if'ni bilasizlar. If qaysi ma'noda? If agar degani. Conditional keladi. Conditional bu nima? Shart mayli. Ya'ni o'sha shart topilsa, o'sha narsa bo'ladi degan ma'noda. Bu yerda esa siz o'sha narsa sodir bo'lib qolsa deb turib, ya'ni taraddud ko'rishingiz ma'nosida ishlatiladi in case. Mana compare taqqoslang deyapti. In case mana mabodo. We'll buy some more food in case Tom comes. Ya'ni aytayaptiki, biz mabodo Tom kelib qolsa deb ozmoz oziq-ovqat olib qo'yamiz deyapti. Ya'ni biz ozmoz ovqat sotib olamiz, olib qo'yamiz deyapti. Mabodo Tom kelib qolsa deyapti. Mabodo Tom kelib qolsa. Ya'ni u degani nima degani? Xo'p, ya'ni biz oziq-ovqat sotib olamiz deyapti. Bu birinchi qilinadigan ish oziq-ovqatni sotib olishligi bo'lyapti. Keyin ikkinchi ular xavotir olib turgan narsa in case bo'lyapti. Mabodo kelib qolsa deb turib. Ya'ni qalbida bunga o'sha tashvishi bor, qalbida bir o'sha g'ulg'ula bor, qalbida bir haliginaqa bir xavotir bor-da, xavotir bor. O'ylayapti, g'am qilyapti. Mabodo kelib qolsa deb. Endi mana pastda tushuntiryaptiki, qaranglar. Maybe Tom will come. Balki Tom kelar. We'll buy some more food now. Demak biz hozir ovqat olib qo'yamiz, oziq-ovqat sotib olamiz deyapti. Whether he comes or not. Demak u keladimi, kelmaydimi deyapti. Ya'ni u hozir kelish kelmasidan qat'iy nazar biz hozir oziq-ovqat olamiz deyapti. Bir pas turib oziq-ovqat sotib olamiz. Then we will already have the food if he comes. Ya'ni agar mana u kelib qolsa, allaqachon bizda o'sha taom ovqatimiz, oziq-ovqatimiz bo'ladi deyapti. Ya'ni demak ular olib qo'yishyapti, mabodo Tom kelib qolsa deb. Demak mana bu ishni qilishadi degani. Mana bu ishni qilishadi degani. Biz sotib olamiz deyapti. Demak endi buni xavotir bilan nima qilishyapti, lekin mana bu ishni qiladi degani. Endi bunisiga qaraydigan bo'lsak, we'll buy, mana if ga qaraydigan bo'lsak, we'll buy some more food if Tom comes deyapti. Agar Tom kelsa deyapti, agar Tom kelsa, mana shart topilsa degan. Mana shart topilsa, keyin bu shart topiladi degan. Bu shart topilmasa, bu shart ham topilmaydi degan. Bu shart topilmasa, bu ham bo'lmaydi degan. O'shancha aytayaptiki, mana we'll buy some more food if Tom comes. Agar Tom kelsa, biz oziq-ovqat olamiz deyapti. U degan nima degani? Tom kelmasa olmaymiz degan. Bundachi mabodo Tom kelib qolsa deb oziq-ovqat olib qo'yamiz deyapti. Bunda bo'ladi degan. Kelmasa. Hop, mana aytayaptiki, maybe Tom will come. If he comes, we'll buy some more food deyapti. Some more food. Ya'ni agar u kelsa, biz oziq-ovqat sotib olamiz. If he doesn't come, we won't buy any more food. Demak, agar u kelmasa, qorasini ko'rsatmasa, biz oziq-ovqat olmaymiz deyapti. Demak, kelsa olishadi, kelmasa yo'q degan. Bu esa olib qo'yishadi. Ya'ni o'sha xavotir bilan, o'shani xavotir qilganligidan. Hop, I'll give you my phone number in case you need to contact me. Demak, siz menga aloqaga chiqishingizga to'g'ri kelib qolsa deb, siz menga aloqa chiqishingizga, ya'ni mabodo siz menga aloqa qilishingiz kerak bo'lib qolsa deb, telefon nomerini beraman deyapti. Hop, men sizga telefon nomerini beraman. Mabodo siz menga aloqa qilishingizga to'g'ri kelsa deyapti. Hop, demak telefon nomerini beradi. Demak, nima bilan xavotir bilan nima qilyapti? Nima tashvish bilan in case o'sha odam unga aloqa chiqishiga to'g'ri kelib qolsa. Endi you can call me on this number if you need to contact me deyapti.
agar deyapti, o'sha hojat bo'lsa-da, agar siz menga telefon qilishingiz kerak bo'lsa, mana bu telefon orqali, mana bu nomer orqali menga telefon qilishingiz mumkin, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin deyapti. Agar deyapti, men hojat bo'lmasa, demak telefon qilmaysiz deganida. Xo'sh. You should insure your bike in case it's stolen. Demak, siz velosipedingizni o'sha mana bu sug'urtalab olishingiz kerak deb. Insure sug'urtalama degan. Siz velosipedingizni sug'urtalab olishingiz kerak. Sug'urtalab olsangiz yaxshi bo'lardi. Mabodo o'g'irlansa deyapti. Mabodo o'g'irlanib qolsa. Mabodo uni o'g'irlab ketishsa degani. Hop. Ya'ni o'sha xavotirda, o'sha tashvishda, o'sha g'amda. Hop, endi bundachi. You should inform the police if your bike is stolen. Demak, agar velosipedingiz o'g'irlansa, militsiyaga xabar berishingiz kerak deyapti. Endi bu yerda agar velosipedingiz o'g'irlansa deyapti, o'g'irlansa. Demak, o'g'irlanmasligi ham mumkin. O'g'irlansagina militsiyaga xabar berish kerak bo'lyapti. O'g'irlanmasa, demak bu harakat mana bu ikkinchi ifdan keyingi shartimiz topilmasa, minus bo'lsa, bu ham topilmaydi degani. Endi you can use in case past, ya'ni in case dan keyin o'tgan zamonda ham qo'llashingiz mumkin, ishlashingiz mumkin deyapti. To say why somebody did something. Ya'ni nima uchun biror kishi, birorta odam, biror kimsa, biror allakim nima uchun o'sha ishni qilganligini aytishlik uchun. Xo'p, bunda ham o'sha mabodo degan ma'noda tarjima qilinadi albatta. I gave him my phone number in case he needed to contact me. Demak, men unga telefon raqamimni berdim. Mabodo u menga aloqa chiqishiga, ya'ni aloqa chiqishiga kerak bo'lib qolsa yoki bo'lmasam aloqa qilishiga to'g'ri kelib qolsa deb degani. Hop, yoki muloqot qilishiga yoki bo'lmasam o'sha bog'lanishiga desam bo'ladi. Bog'lanishiga to'g'ri kelib qolsa deb degani. Hop, I drew a map for Sarah in case she had a problem finding our house. Demak, men Saraga bir xarita chizib berdim. Mabodo uyimizni topishlikda muammoga yo'liqsa deb degani. Hop, yo'liqib qolsa yoki bo'lmasam mabodo uyimizni topishlikda qiynalsa deb degani. Hop. We rang the doorbell again in case they hadn't heard it. And they hadn't heard it the first time. Biz aytayaptiki, biz mana bu zvanokni qayta choldik, mabodo ular birinchi martada eshitmagan bo'lsa deb. Ya'ni mabodo ular birinchi martada eshitmagan bo'lsa deb, biz o'sha zvanokni, eshikni qo'ng'irog'ini qaytadan choldik deyapti. Xo'p, endi keyingisi D varianti, mana muhim bo'lgan variantlardan in case of degan birikma. In case of degan bu birikmamiz, iboramiz. Xo'p, odatda rasmiy joylarda, rasmiy ko'rinishlarda ishlatiladi va in case dan keyin noun qo'yiladi, noun. Yoki bo'lmasam, noun bo'lmasa, fe'l bo'lsa ham ishlatilishi mumkin. Fe'l bo'lsa o'sha ing gerund bo'lib ketadi. Lekin odatda asosan in case dan keyin noun qo'yiladi, ot ishlatiladi. Hop, mana especially on notices. Notice degani bilasizlar, eslatma. Instructions degani yo'l yo'riq, ko'rsatmalarda, e'lonlarda va hokazolarda ishlatiladi. Xullas, demak, rasmiy ko'rinishlarda ishlatiladi. In case of degan birikma, ibora va o'zbek tiliga tarjima qilganda chiqib qolsa yoki bo'lsa degan ma'noda tarjima qilinadi albatta. Bo'lsa, chiqib qolsa, sodir bo'lsa deb tarjima qilinadi. Hop, in case of fire degani o'sha yong'in sodir bo'lsa degani. Yong'in holatida desa bo'ladi. Yong'in holatda, yong'in chiqqanda desa bo'ladi. O'zi fire degani yong'in, to'g'rimi? Ot bo'lib kelyapti. Endi tarjima qilayotganda siz chiroyli qilib tarjima qilsangiz bo'ladi. Yong'in chiqqanda deb aytsangiz bo'ladi. Chunki bunaqangi holatlarda o'sha aynan shunaqangi bir mana bu jamoat joylarida yong'in chiqsa, o'zbek tilida ham yozilgan nimalarni o'qigan bo'lsanglar, yong'in chiqqanda yoki yong'in bo'lgan holatda deb aytiladi. Xuddi shunga o'xshash yong'in chiqqanda, yong'in sodir bo'lganda deb aytishingiz mumkin. Xoplas, yong'in chiqqanda please leave the building as quickly as possible. Ya'ni iltimos, demak binoni iloji boricha tez tark qiling deyapti. Yong'in chiqqanda, yong'in bo'lgan holatda, yong'in sodir bo'lganda binoni iloji boricha tez tark qilinglar deyapti. Xo'p, keyingisi yana bu yerda o'sha qanaqadir joyga eslatma tarzida yozilgan. Xo'p, yo'riqnoma sifatida. Keyingisi in case of emergency, call this number. Ya'ni o'sha emergency nima degani? Favqulodda holat degani. To'g'rimi? Favqulodda holat. Favqulodda holat bo'lgan paytda bu nomerga, bu raqamga telefon qiling degan. Favqulodda holat bo'lgan paytda, favqulodda o'sha holat sodir bo'lgan paytda bu nomerga, bu raqamga qo'ng'iroq qiling deb aytayapti. Xo'p, tushunarli. Demak, bu mavzuyimiz inshaalloh shundan iborat edi. Tushunarli bo'lgan umiddaman inshaalloh. Keyin kelasi mavzuda, kelasi darsimizda 115-unitdan darsimizni davom ettiramiz. Salomat bo'linglar.